по-английски nima deysan? Ne? Oddiy so'zlar nima deysan? Например, сакрамок. Ne вообще? Ассаламу алейкум. Инглийский tilini bilasizmi? Вы знаете английский язык, да? У меня 3 вопроса. Если ответите на них правильно, у нас есть приз. Первый вопрос и слово это I am broke. I am Я broke. расстроена. Я разочарована. Нет, это обозначает, что у меня нету денег, типа банкрот, да? А второй это piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Yes. Только типа получать долю. Нет, это очень легко. Обозначает очень легко. И последний это у нас learn and earn. Learn and earn. Изучать и зарабатывать. Да, это правильно. Спасибо вам. Это подарок. Так, assalomu alaykum. Ingliz tilini bilasizmi? Aka. Xo'p, men sizga 3 ta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, prizimiz bor. Xo'p, birinchi savol, siz nimani yaxshi ko'rasiz? Ingliz tilida nima bo'ladi? What do you like? What do you like? Xo'p. Ikkinchi savolimiz, siz mashina hayday olasizmi? Can you drive a car? Aha, to'g'ri. Va oxirgi savolimiz bu, biz do'stim bilan yurishni yaxshi ko'ramiz. We with friend like walk. To'ppa to'g'ri. Va siz priz yutdingiz. Katta rahmat qatnashganingiz uchun. Salomat bo'ling. Sağ ol. Assalomu alaykum. Aka, ingliz tilini bilasizmi? Bilaman. Xo'p, men sizga bitta 3 ta savolni, 3 ta so'z aytaman. To'g'ri topsangiz bizdan sovg'a. Xo'p, birinchisi uyalmoq. Uyalmoq shame. Shame bu uyat, uyalmoq bu shy-da. Shy, yes. Xo'p, ikkinchi savolimiz bino. Bino? Ingliz tilida bino. Tower. Tower, building-da. Yes, building. To'g'ri. Va uchinchi savolimiz bu choyxona. Choyxona? Da. Restaurant, for instance. Aha. Or coffee. Aha. Kim yana qanaqa variantlarni bilsa agar kommentda yozamiz. Rahmat sizga. Endi biz sovg'amizni beramiz. Salomat bo'ling.